Universitetingiz oshxonasi haqida video qiling. Xo'p, lekin siz izohlarda oshxona yaxshimi, qanaqa kamchiliklari bor, shular haqida yozib ketishni esdan chiqarmang. Mana xuddi mana shu zinadan ikkinchi qavatga chiqamiz. Shu oshxonamiz bizni. Bu qo'llarimizni tozalab olishimiz uchun antiseptik chumoli bosib ketibdi, qaranglar. Ikkita vacuum cleaner, o'zbekchasi esimdan chiqib qoldi. Biz televizorimiz, bu yerda stol va stullar. Axlat chelagimiz, bo'sh joy, idish tovoqlar uchun va ovqat pishiradigan pech. Bu esa men. Talabalar tomonidan olib chiqib tashalgan narsalar va arzon oddiy o'yinlar turadi. Bu bizning televizor, pult va video o'yinlar. Biz bemalol olov bilan o'ynasak ham bo'ladi, chunki bizda o't o'chirgich bor. Bu yerdan haqiqiy yapon madaniyatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bo'lsa xuddi amerikanskiy kinolardagidek o'zimizni kafeda o'tirgandek his qilib ovqatlanib o'tirishimiz mumkin. Bu yerda bizning isitgich, universitet tomonidan beriladigan har xil jihozlar va talabalar qoldirib ketgan narsalar uchun alohida ikkita quti. Bularning nomini bilmayman. Duxovka yoki isitgich, pishirgich, bu yerda rakovina, blender, choy qaynatgich va ovqat pishirgich. Bu bizning 3-ovqat pishirgichimiz. Bu esa air fryer. Qoq tunda ovqat qilayotgan yapon do'stlarim. Say hi. Hi. Kechqurungi soat 3 bo'layotgan bir paytida sizlarga bu videoni olyapman. Shuning uchun ham videoga like bosib, bu videoni chet elda yashashga va o'qishga qiziqadigan do'stlaringizga yuborib qo'yishni esdan chiqarmang. Sog' bo'ling va obuna bo'ling.